Xohlasa bu hali kraska jarayonini sepilmagan. Bu tagidagi gruntovka, aytganimizdek X-loy gruntovka, X-loy kraska. Oxirida X-loy lak sepamiz deganmiz. Aka, ko'rib turgan bo'lsangiz, Shahrixondagi Abbos akamning darvozalari bu. Abbos aka, mana xudo xohlasa gruntovka jarayoni, pardoz ishlari. Gruntovkani sepdik, kamchiliklarga qaraymiz, xudo xohlasa polni roz. Keyin belovoy kraskani sepamiz. Ish jarayonimizdan lavha. Abbos aka, bitta laykni bosib, kommentariyaga omad deb yozib ketasiz, faol bo'lamiz. Barcha safardagi akalarimiz, ukalarimiz, xudo xohlasa mana internetdan olgan zakazlarimiz hammasi mana shu fasonda bo'lib ketdi. Bu xudo xohlasa pop gulboqqa o'rnaydigan ismdan chiqib qoldi. Pop gulbog'i darvozasi. Bu ham xuddi shu fasonda yoqqani uchun shundan zakaz berishyapti. Bu Toshkent, Angren, Doniyor akamning darvozalari, lislik bir qavatli rushno rabota darvozamiz bu. Angren, Doniyor aka, bitta like bosib yuborasiz. Mana xudo xohlasa ishingiz jarayonda. Atdelka ishlar ketyapti. Bu bo'ladigan bo'lsa, xudo xohlasa Toshkent, Nazarbek akamning darvozalari. Bu shumkaga, bazalt. Bu o'sha trenddagi high-tech 2 qavatli shumka, pastki 3 qavatlik darvozamiz. Xudo xohlasa bu yerga lazer tushadi, o'ziga yarashgan gullar bor. Xudo xohlasa buni o'rnagan joylarini ham qo'yamiz. Azzakan darvozalari. Nazarbek shtabga qo'yiladigan darvoza. Bu katta darvozalari. Bu esa yonidagi отдельный kalitkalari. İşimiz yoqsa like, podpiska bo'lib, kommentariyada omad deb so'z yozib ketasizlar. Xudo xohlasa ishlarimiz avjida. Hozir tashqaridagi bitgan darvozalarimiz, ketadigan tayyor bo'lgan darvozalarimizni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xudo xohlasa mana ish avjida. Dilshodbek Metal profiliga Instagram, YouTube, WhatsApp kanallarimizga a'zo bo'lib kuzatib boring. Ish jarayonlarida sizlarga irinmasdan lavha tashlab boramiz. Mana Abbos aka, xudo xohlasa gruntovkani eson-omon sepib oldi. Endi mana pardoz uchun mana bunaqa mashinaga yaqin pardoz qilib olamiz, xudo xohlasa. Bu yerda mana Farg'ona Rishtonga xuddi o'sha darvozadan yana bitta shu o'zimizning radiator fason juda populyarniy trendga chiqqan